Hazır o'qiydiganimiz Ana tilim degan asarga 14 yoshga kirgan Turkiyada turadigan Ayşe degan do'stinglar yozgan ekan. İkinci qitimliq Men Natiq Uyg'ur qo'nchilari nutq so'zlash musobaqasida 11 yoshlilar bilan 14 yoshlilar guruhi bo'yicha mushu yozgan asri ikkinchi darajalik mukofotga erishgan asar ekan. Hamma qarab boqaylik. Mushu sizlarga o'xshash Uyg'ur tilini o'rganib, o'zi Uyg'urcha yozibdi mushu. Hozir o'qiydigan narsamizning. Hamma boshlaymiz ha. Ana tilim. Ovoz anlamadim. Ana tilim. Her insanın Yak. Her canlının bir ana tili bo'lganidek meningmi bir ana tilim bor. Ana til. Anamning, atamning, ajdodimning tili. Ana tili bo'lish nima degan faxrlik? Endi she'rini qo'shibdi menga. She'rini tanlab o'tamiz. Ana til bilgan kishining izzatin qilg'um kelur. Ana tilni og'zidan harim olmadim men. Oltin berib olg'um kelur. Şu ana til bo'lsigar Afrikada sarf etib minglab tillar anda men barg'um kelur. Ey ana til bizga sen qolgan ulug'lardan nishon sen bilan ruhiy zaminda iftixorlang'um kelur. Yaxshi. Amsa hammalarga Alloh omonat. Bugun yaxshi o'tdi. Kelar hafta Uyg'ur tili o'rganish qilib kelishni unutmanglar. Bir-birlab so'qishmay, putlashmay birdan oldi bilan mal guruhdagi qizlar chiqib